Tabriklayman, bu kasallikdan butunlayga qutuldingiz. Matluba, yaxshimisiz? Operatsiya tugadi. Hozir tekshirdik. Hammasi joyida. 5 daqiqadan keyin tugatamiz. Topdik o'sha achakni yuragingizda chap tomonida ekan. Shuni kuydirdik. Bugungi amaliyotimiz 30 yoshli bemorda bajarildi. Bemorni 2011-yildan beri to'satdan tez urib ketish shikoyatlari bezovta qilgan. Bemor Propanorum va Verapamil dorilarini qabul qilib yurgan. Oxirgi vaqtda Verapamil dorisi yordamida ham ritm tiklanmagan. Bizga murojaat qildilar. Tekshiruvlarda VPV sindromi aniqlandi va biz kuydirish, ya'ni ablatsiya amaliyotini bajardik. Hozirda bemor o'zini yaxshi his qilmoqda. Bir kundan so'ng bemorning uyiga ruxsat beriladi. Tabriklayman, bu kasallikdan butunlayga qutuldingiz. Hozir instrumentlarni olib tashlayman, shu bilan palataga o'tkazamiz.